tushda mosh ko'rishning ta'birlari. Ibn Sirinning aytishicha, tushida pishirilgan moshni yeganini ko'rsa, ozgina yaxshilik unga nasib etishiga dalildir. Xom yeganini ko'rish esa g'amgin bo'lish ishorasi. Tush ko'ruvchi uyga mosh olib kelganini va odamlarga undan berganini ko'rsa, g'amdan qutulishiga ishora qiladi. Karmoniyning aytishicha, tushdagi mosh xoh quritilgan bo'lsin, xoh ho'l bo'lsin, xom yoki pishgan bo'lsin, g'am anduhni bildiradi. Ibn Sirinning aytishicha, loviya, sedana, no'xat, mosh va shu kabi donlar pishirilgan yoki pishirilmagan bo'lsin, uni yegani quruq yoki ho'l bo'lishidan qat'iy nazar odam uchun g'am tashvishligini anglatadi. Odam uchun g'am tashvishdir. Ulardan ko'pini ko'rish mol-mulkka ham ishora qilishi mumkin. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.